tantanali tadbiriga xush kelibsiz. Har kitob ochishing chorlardirmi? Ahil bo'l, inoq bo'l, to'p bo'lib yur. Vatanga metindan qalqon bo'lib tur. Bugungi sahna ko'rinishlarida ham o'sha Buyuk Amir Temur bobomizni siymosi gavdalantirildi. Davlat bayrog'imiz, shuningdek Amir Temur bayrog'i, Milliy gvardiya bayroqlarini gavdalantirilishi bizlarga yana ham kuchli motivatsiya beradi, yana ham kuchli bu sohani egallashga bo'lgan ishonchimizni yana ham kuchaytiradi. O'zbekiston Respublikasiga sadoqat bilan xizmat qilamiz. Diplom bu shunchaki hujjat emas, uning ortida yillar davomida olingan bilim, mehnat va katta mas'uliyat mujassam. Bugun Milliy gvardiya jamoat xavfsizligi universitetida ana shunday muhim bosqichni yakunlagan magistratura tinglovchilariga diplomlar topshirildi. Bugungi kun ular uchun yangi vazifalar va katta mas'uliyatlar boshlanishidir. Prezidentimiz olib borayotgan siyosatning eng asosiy maqsadi ham bugungi kunda yoshlarga ilm berish hamda ularni malakali yetuk kadr qilib tarbiyalashni asosiy maqsad qilib qo'ygan desak mubolag'a bo'lmaydi. Magistrlik diplomini qo'lga kiritish bu men uchun faxr va g'urur. O'zim Ichki ishlar vazirligi safida xizmat faoliyatimni amalga oshirishimga qaramasdan bakalavr hamda magistr darajasini ushbu universitetda olganligimdan faxrlanaman va kelgusida olgan barcha bilim va ko'nikmalarim orqali yangi O'zbekiston taraqqiyotga xizmat qilishga va'da beraman. Bunda biz salohiyatini oshirishda o'z hissamizni qo'shamiz. Juda ham hayajondaman, to'g'risi. Milliy gvardiya qo'mondoni o'zlari shaxsan shu diplomlarni topshirish bilan birgalikda shaxsiy imzolari ostida Temur tuzuklari kitobini hadya qildilar. Bizga berilayotgan e'tibordan juda ham kuchli faxrlanish tuydik va o'z navbatida bu bizga ulkan mas'uliyat yuklaydi. Men uchun juda kuchli motivatsiya bo'ldi. Bugungi o'tkazilgan tadbirda men his qilgan masalalardan bittasi xalqimiz bilan huquqni himoya qiluvchi organlar birligini, o'zaro hamjihat masalalarni demak birgalikda hal qilayotganligini guvohi bo'ldim. Davlatimiz rahbari ta'kidlagandek, xalqimiz birligi bilan kuchli. Biz Milliy gvardiya harbiy xizmatchilari ham birligi bilan kuchlidir. Biz birgalikda ushbu ta'lim muassasasida olgan bilim va ko'nikmalarimizni xavfsizlikni ta'minlashda safarbar etamiz. Magistraturani bitiruvchilar bu bizga kelajak boshqaruv organlarining rahbarlari chiqadi deyiladi. Shuning uchun yana bir bor ularni tabriklamoqchiman. Hammalaring shu bilan shu yangi O'zbekistonimizni qurilishida, rivojlanishida o'zlarini hissalarini qo'shishga va kerak bo'lsa o'zlarining izlarini ham qoldiringlar tarixda mana shu yangi O'zbekistonda rivojlanishida. Yana bir bor tabriklayman. Sog' bo'linglar.